Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan bugungi video roligimizda jamoamizning zachitasini, ya'ni definingini kuchaytirishimiz kerak. Yangi o'yinchi olamiz. Qanday o'yinchi desalaring, men juda zo'r o'yinchi ko'rib qoldim. Ya'ni raba pozitsiyaga 800 taga 110 lik o'yinchi olsak bo'lar ekan. Ya'ni mana bu o'yinchini o'rniga olsak bo'lar ekan. Unda tayyor bo'lsalaring men boshladim. Anchadan beri videolar chiqmayapti, deyarli 11 kun bo'libdi. Bugun video qo'yishga qaror qildim. 5 kundan keyin yangi yil kirib kelar ekan. Bunga bizga qiziq yo'q. O'zi aslan meni maqsadim mingta qilib turib Hazard yoki Best olmoqchi edim. Maylunda James statistikalarni ko'rib tursangiz, juda ham ajoyib. O'shanga Jamesni jamoaga qo'shib olishga qaror qildim o'zim. Video juda qisqa bo'lishi mumkin. Garchi boshqacha qotmoqda. E-sportning o'zi nimadirlar qilmoqda menga. Odam to'lib ketganmi bilmayman. Tarkibimizga yangi James karta. Buni rank up qilamiz. 2 dona 116 lik qilib qo'yamiz. Adashmasam 116 lik ekan. James ajoyib o'yinchi. Buni biladi hamma. Afsuski pak ocha olmaymiz. Xabar bo'lish yo'q. Paklarni keyingi hafta ochamiz. Endi treble bosamiz. Jamesga o'tkazamiz. Yanada ko'tarildi darajalari. Kiramiz. Qolgan o'yinchilarni ham shu joyini kuchaytirib qo'yishimiz kerak. Bizda anchagina o'yinchilar, odamlar bor, shuning uchun bir o'la full qilib qo'ya qolamiz. Bo'ldi James. O'shi full kart bo'ldi. Yana kimlarni full qilish kerak? Luka Modric kartini full qilib olsak. Lekin bundan oldincha qo'rqayapman, Jamesni ya'ni kirib ketib qolsa demoqchiman. Oldin ko'rishimiz kerak. Bu kerak bo'ladi. Kerakli kartlarni jamoamizga zaxira bo'limiga qo'yamiz. Overpasslar taygan bo'lsa ham farqi yo'q, qo'yib qo'ysak bo'ldi. 113 ga passa tashladi. Endi tagiga tushib ko'rib olamiz. Ya'ni kerakli o'yinchilarimiz yo'qmi bu yerda? Hop. Bitta bosdik va pastroqqa tushib ikkita bosdik va yo'q. Bemalol yetdi va Luka Modric kartimiz full bo'ldi. Va bizda bir dona o'yinchi qoldi. Bernardo Silva kartini ham full qilishimiz kerak. Unda bunga ham jicha qolgan 28-levelga, unda 28-level ham qilib qo'ysak. 28 bo'ldi. 29 30. Va nihoyat hamma kartlarimiz full bo'ldi. Unda olib tashlasak bularni. Ko'ramiz qanday necha o'yinga ko'tarib berar ekan. Va Tiam over 117 va biz James kartini qo'lga kiritdik va nihoyat ko'rishingiz mumkin bu pozitsiyalar yaxshi. Hozir biz ikkinchi nafasini qilib qo'ydik. 5 ga to'g'ri oyoq Premium Liga o'yinchisi. Va bu Chelsea karti, Chelsea'da o'ynaydigan ajoyib o'yinchi. Bu endi bizning Liverpool kartimizda o'ynaydi. Statistikalarni ko'rib turibsiz o'zingiz ko'zlaringiz bilan. 117 over. Bu Tiamni ko'rib turibsiz. Komandani ko'rib turibsiz. Ajoyib komanda.
Endi biz buni nima qilamiz? Adashmasam 110 ga endi tiqib bo'lmaydi. Shuning uchun biz bu yerga qo'yib ekstra pakka ham ularni qo'yib yuborsak ham bo'laveradi. Biz sizlar uchun ozgincha open pack qilamiz. Open pack qilishimiz kerak o'zi asli. Qilmasak ham bo'lmaydi. Kiramiz. 5 daqiqalik video, unchalik vaqtingizni ko'p olmayman. 1 daqiqani shuni ochamiz. Va ana shuni olaveramiz. Mayli, 8 o'z-o'zini qoplaydigan kart 110 o'yinchi beradimi, ko'ramiz yoki bermaydimi. 111 kart berdi. Ajoyib. Patepan o'z-o'zini qoplaydigan kartlardan biri bu. Bo'ldi, o'sha tuga bo'ldi. Bu pak keragi yo'q. Video ko'rgan masalaning shu joyigacha kattakon rahmat deb qo'yaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha